Kim Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rishni xohlaydi? Hamma xohlaydi. Havasil Qur'on degan kitob bor. Qur'onning xususiyatlari. Ana shu kitobda keltiriladiki, kim juma kuni kechasida Kavsar surasini 100 marta o'qib, ixlos bilan Alloh taolodan so'rab yotsa, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni xuddi hayotda ko'rgandek ko'radi deb va'da berilgan. Juma oqshomida degani payshanbadan jumaga o'tir kechasi bo'ladi. Ixlos bilan Allohdan so'raylar. Hozir Sha'bon oyi boshimizda sayabon bo'lib turibdi. Muborak oy, barakali oy. Payg'ambarimiz alayhisolamning duolariga sazovor bo'lgan oy. Ertaga kechasi xuftondan keyin yotishdan avval Kavsar surasining tahoratini olib, 2 rakat namozni o'qib, 100 marta Kavsar surasini o'qinglar. 3 oyatdan iborat. 100 marta o'qish uchun nari borsa 10 daqiqa vaqtingiz ketadi. 10 daqiqa vaqtni evaziga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan didorlashuv va'dasi berilyapti. Yana aytilganda xuddi hayotda ko'rgan